Parvina Hamroyeva maktab partasidanoq talabalik baxtiga erishgan bitiruvchi o'quvchilardan. Bolaligimdan tibbiyot yo'nalishiga qiziqib, asosiy fanlarni maktabda yaxshi o'zlashtirib, darslardan tashqari o'qituvchilarim bilan tayyorlanib, muddatdan oldin talaba bo'lishni maqsad qo'ydim va majburiy fanlardan B va C darajalarni, asosiy fanlardan maksimal darajalarni qo'lga kiritdim. Parvina tahsil oluvchi Buxoro shahridagi 35-umumta'lim maktabda muddatidan oldin talaba bo'lishga intiluvchi yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ular yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, kerakli sertifikatlarni qo'lga kiritishda sog'lom musobaqalashadi. Men 11-sinf o'quvchisiman. Hozirda 4 ta sertifikatga ega bo'lganman va yaqinda matematikaga ham topshirdim va natijasini kutmoqdaman. Hozir 4 ta fandan xalqaro va milliy sertifikatlarga ega bo'ldim. Hozirda tengdoshlarimizning barchasi xuddi shunday xalqaro va milliy sertifikatlarga ega bo'lib kelmoqda. Ma'lumot uchun mazkur Buxoro shahridagi 35-umumta'lim maktabini joriy yilda 181 nafar o'quvchi tamomlaydi va bitiruvchilar tomonidan qo'lga kiritilgan milliy va xalqaro sertifikatlar soni 160 tani tashkil etadi. Ahamiyatlisi, maktab o'quvchilari turli fan olimpiadalarida ham muvaffaqiyatli ishtirok etishadi. Bu yil ham mana shu fan olimpiadalarining shahar bosqichida 14 nafar o'quvchimiz g'oliblikni qo'lga kiritib, viloyat bosqichiga yo'llanma oldilar. Viloyat bosqichida esa 6 nafar o'quvchimiz g'oliblikni nishonlashdi. Al-Xorazmiy olimpiadasida 1 nafar o'quvchimiz matematika fanidan, 1 nafar o'quvchimiz tabiiy fanidan respublika bosqichi ishtirokchisiga aylanishdi. Va undan tashqari xalqaro saralash olimpiadalarida ular egallayotgan oltin, kumush, bronza medallari bizning maktabimizning faxri deb bilamiz. Yurtimizda ta'lim sohasida yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, yuqori natijalarga erishayotgan bu kabi yoshlar ertamiz tayanchidir. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.